Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar, hamma yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Qo'shtiq ham chuvordi-ku, ana qo'shtiq tassillatyapti. O'yini zo'r bas ekan, qo'shtiqni unaqa qo'shnim aytganchalik bas ekan, lekin kaptar 3-4 soatlab uchib tushyapti. Aka ukalar, hammaga assalomu alaykum yana bir marta. Adres Marg'ilon videoda o'tkazmay ko'rasizlar aka ukalar, iltimos. To'liq ma'lumot beriladi kaptarlar haqida. 4 ta nar bor. 4 ta nar deyman. 2 ta nar, bir jup yana garantiyalisi bor. Mana bir jupi tayyor tuxumga haydab yurib, to'rovini ham uchirtirib olib keldim o'zim bugun gastronomdan. Yana bittasi ketaman deyapti mana. Gastronom bitta yosh katta tog'amizniki, boqadigan tog'amiz ko'payib ketdi. Tuzukroq pul bersang sotaman dedi. Borib uchirtirib yoqqani 4 ta tanlab keldim. Kechagi kuningizda juda ko'pchilik nar so'radi menda. 2 ta lichniy nar bor, bir-biridan kuchli narlar. Akalar pullarini ham aytib o'tib ketaman. Uni 2 tani o'zim 300 ming so'mga oldim. 50 ming kim 50 ming foyda qo'shib bersa, 350 ming qilib bersa berib boraman. Chunki borib olib kelganim, meni qarab turganim, hatta korobkaga solib u sentrga borib chiqarib berishlarim, xullas hammasi xizmatim shuning ichida. Bir jup mashi rampuriga kamagar, nar rampuri, moda kamagar. Ikkovini ham 100% javob beraman kaptarga. Narlar 125 mingdan akalar. Bularga ham 25 mingdan foyda qo'yib aytyapman men. Ochig'ini, olgisi kelgan odam olsin. Adres Marg'ilonda, ismim Ibrohimjon. Telefon nomer 91 673 33 63. Keyin qora sochlar bor qiziqqanlarga. Mana nar. Go'zal nar. O'zim boqmoqchiman, o'zim uchun oldim. Mana moda. Uni ham nar. Nar yashi qorasiga javob. Narni ham uni ham uchirib beraveradi egasi. Xohlagan odam kelsa uchirtirib olaveramiz. Tevadagi kaptarlardan uni bittasi yangi modan bor edi, ashi ham uchib ketib qoldi mana. Hali tuxum qo'yalmayapti, qiynalib yurib qo'ygan moda bor edi. Ozgina kaptar ko'rsatib tushirib olay. Darrov kaptar ko'rsatib bordim, mana bitta yangi adashib olayotgani uchun. Hali Tedinar yaqinda tuxum qo'ygan moda bu. Qiynalib yurib tuxum qo'ydi-yu. Chiqib ketyapti mana. 3 ta o'zidan o'zi uchib ketdi. Men bularni uchirganim yo'q edi. Ko'rdilar, qo'ndaqdan pastga tushaman turib uchib ketdi. Qo'shtiq nar hatto yana bir jup bo'lishi kerak. Kaptar yomon ekan bu moda ham birinchi marta uchishi. Tashab turib chiqib ketyapti bor-ku kaptar. Kaptar ko'rsatayotganmi? Shunaqa qilyaptim. Ko'rsatmaslik kerak edi o'zi bularga asli. Qanatlari ham yetgan yo'q hali o'zi aslida kaptar. Kaptar ko'rsatayotganim shunaqa qilyapti. Tashab turib chiqib ketyapti yaramas. Ana bizni bir jup ham uchib ketdi shovvozlar. Tushib olaversin bular, tezda tushish kerak. Oma 3 ta chiqib ketdi, yo'qolib qolibdi 3 ta. Endi videochi cho'zilib qoladi akalar endi. Ha o'g'lim, nima deysiz? Video qilyapman, teatring o'zi 3 ta, men uchirganim yo'q. Men tushiryapman o'g'lim kaptarlar. Kelyapti mana bu yoqda. Xullas bir jup soch, bitta lichniy nar soch bor. Mana u lichniy nar o'zim uchun oldim. Buni ham agar esimdan ham chiqib qoldi nima deyotganim. Agar qiziqqani bo'lsa beramiz buni ham. Pulini aytmadim, yana bir qator aytib qo'yay. 400 ming kami bor. Kelishib qolsak berib yuboramiz. 50 ming 60 ming o'tib beraman, xudo xolasa. Narlar garantiya Pokiston qiziqib olaman deganga mana 2 ta nar bor, garantiya, bir jup bor. 100% garantiya beramiz xudo xolasa.
Mana bu ikkita bir juft sochni ham narxi 400 ming. Modasini qanoti yo'q, qiyiq ekan, naridagi bor. Mana keldi hali moda. Moda 1-2 marta uchib tushib olguncha. Xudo xolasa 1-2 marta uchirib tushirib olsa, kaptar qolib ketadi keyin shu yerda mana qo'ndi, xudo xolasa kaptar. Ma. Yengil qanoti to'lgan yo'q, hali ham yengil. Shu yerga bir yo'la sho'r yerga tushur. Mana tushdi. Hozir tepada yurgan moda mana shu. Hech qancha uchmadi, 10-15 minut uchdi-yu, o'zi lekin yaxshi. Mana biz 3 ta shovvoz ko'tarilib olibdi mana, kelishdi qattandir. Yaxshi tevalikda uchyapti kaptarlar. Qiziqarlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Kaptarlar Marg'ilonda. Ma. O'zimga ham bitta moda zarur edi. Mana olib kelaman, qo'shib berdim. Qolgani endi men uchun lichniy kaptarlarda. Mana modani olib kelib qo'shdim. Mashilar men ham uchirtirib, 5 ta uchirtirib olib keldim bitta joydan. Oldim mana mashina. Men ularga juplab berdim men o'zim. Bu narozali sinisi bilan jup edi. O'g'lim ikkita ushab beribdilar mana. Buni mahallada yosh bolalarga berib yuboramiz, xudo xolasa buni dushi chiqarib yuboramiz. Bularni o'g'lim ushab beribdi.